Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Ahvolinglar qanday? Yaxshimi? Obdan tudinglarmi? Hammanglarniki ro'za oylari bilan tabriklayman. Ro'za Ramazonlaringiz muborak bo'lsin. Men Shvetsiyadan tug'ilib Hamid bo'laman. Yaqinda azroq bir ishlar bilan bir naq maydon qilib qoldim. Bu naq maydonni boshlashtirib burun nimada Facebookda bor qarindoshlar bo'lsa, ovoz bor deb aytgan bo'lsanglar, yaxshi bo'ladi. Alaykum. Ovoz bormidi? Ovoz bor deb aytsanglar, men bir boshlab o'tsam, yaxshi bo'ladi. Unda bo'lsa boshlab ketaylik qarindoshlar. Unda bo'lsa boshlab ketaylik qarindoshlar. Men yaqinda o'zinglar bilasizlar, Amerikada IC'ninki ko'chmanlarni qalayimqon tutib solab, etib qilgandan keyin Amerikaning ichida qalayimqonchilik chiqdi. Bu endi shu analizlarningki qaragan chaqda to'g'rilar ko'rishimizcha, demokratlarningki shu prezident Trump efendimga ziyonkashlik qilish uchun ilib borgan bir qitimliq, bizda Uyg'urlarda bir gap bor-ku, shapkasini keldi desa beshini keldi degandek. Prezident Trump efendimningki to'g'ri tushagan yo'l yo'riqlarini yo'lsiz xalq ko'zitish, prezident Trump efendimningki 9-oyda bo'lgan o'ttir saylamda impish qilganga yoki bo'lmasa o'sha o'ttirib etishiga tayyorlik qilish uchun hatto Amerika fuqarolarini bu IC'larniki etib shunday qildi. Shuning bilan prezident Trump efendim diqqatni Amerikaning fuqarolari ko'chalarga chiqib to'kilishga boshladi. Shuning bilan prezident Trump efendim bu ishni diqqatni burash uchun Epstein hujjatlarini oshkorlashdi. FBI buyruq tushirib oshkorladi. Endi bu 3 milliondan ortiq hujjatlarning ichida mayli Bill Clinton bo'lsin, mayli Bill Gates bo'lsin, mayli Shvetsiyaning malikasi bo'lsin, Norvegiyaning xonishi bo'lsin, yezishgan Daniyaning bo'lsin, Royal ailesi deymiz, shu podshohlar ailesi bo'lsin, zardar boylar bo'lsin, siyosatlar bo'lsin, hammasiniki, hatto Trump efendimning, hatto Marco Rubio'ning qattiq ig'ir bir yerlardan ilinib qolganligi. Albatta buning ichida Xitoy raisi Xi Jinpingninki va boshqa generallar bilan bularning videolari bor. Bu yolg'izlar bu emasda, lekin meningcha bundaq bir hujjatning chiqishi bilan biz bir bizninkida ya'ni zolimlarga qarshilik uyabiyalar portlatsa uni terrorga yo'lab musulmonlarni qarlash, bunda Epstein hujjatlari chiqsa xristianlarga yoki g'arbliklarga qarshi o'chmanlik qilish menimcha bu to'g'ri to'g'ri emas deb qarayman. Bu ham bizga hozir to'g'ri kelmaydi. Shuning bilan buningki oxirisi nima bo'ladi deganda, shuning bilan ikki qitimliq shu Isroillarningki lobbisiga bosh egmagan Trump efendim oxirida nima yerdan qanday bo'lib qoldi, u tuyuqsizlar. Hatto Pentagonninki 3 yulduzliq generali chiqibmi o'zining og'zi bilan biz urush qilmaymiz. Bu sosyal medyadagi qalaymiqonchilik yolg'on xabarlar deb tursinmi, kongressning ruxsatini olmay prezident Trump efendi bu urushga kirib qoldi. Endi qarindoshlar, bu yerda qanday masala bor degan chog'da, bu yerda Eron bizning bir dushmanimiz emas. Eron albatta Xitoyga beqinib qilish uchun qarindoshlar. Albatta Xitoyning yaqin do'sti, lekin Eronni musharratga keltirib qo'ygan kim u? Eronni musharratga keltirib qo'ygan Amerika. Ya'ni G'arb, Isroiliya, dunyo. Unda bo'lganligi u o'zining aholisini beqish uchun neftlarni setish kerak. U buning neftlari dunyoda dollar bo'yicha bo'lingandan keyin naqd dollarni ololmaydi. Shuningga Xitoydan, Hindistondan, u yerdan paxta, kiyim-kechak, yemak-ichmak bilan tegish mushu kunga ulashib kelgan Eron. Endi buni Eron xalqininki chet elda biz mashru bo'lgan tashkiloti bo'lmay turib, mashrualashgan narsa bo'lmay turib, bu nimani Eronni u molla rejimidan qutuldirma deyishmi bu g'arb uchun tas o'yin. Unda bo'lgandan keyin bu yerda buningga Amerika bevosita mening taklif qilishimcha, meningcha Amerika bu yerda bevosita Eronga hujum qilmay, diplomat orqali u 85 kirgan Xamaniyga kirishib olmay, uning oxirgilari bilan gaplashib, mana shu g'arbga bo'lgan neft embargolarini ichib etish orqali Xitoyninki oyoqdan ilib o'zida ib ketgani bo'ladi.
Mana hozir o'zininki mana 85 kirgan Xamaniyni mulla rejimi diktator necha yil yurgan odamni o'zi qahramon qilib yoritib qo'ydi. Endi qarindoshlar, bu yerda qaraydigan bo'lsak, bu Iran xalqimi unda dötemas qarindoshlar. Chunki bularni O'rta Sharqda yashayotgan bir xalq Amerikaning undaq demokratiya olib kelma, yana bir rejim o'zgartma deganiga ichidan o'zlarini imkoni bilan ichidan o'zlagan bilan teshidan bir dushman kelib bombasa, o demokratiya talab qildiganlarning bu yaslilarni ballari o'ldi, ularning qarindoshlari o'ldi, uningga unamaydi. Chunki haq ayada O'rta Sharqdan, Afg'onistondan darsiliklik da shunda ishlardan darsiliklik bo'lgandan keyin u Ironningki teshida o'zlariningki bir mashru bo'lgan bir narsa bo'lmagandan keyin buni g'arb ellari ya'ni Ironningki neftlarni Yevropaga, Amerikaga echib etish orqali Xitoydan ko'ngilni tutib ib kelib o'zining ishini qilsa bo'ladi. Endi bu yerdagi bu narsa nima uchun bunday bo'lib qoldi degan chog'da men o'ylayman, qarindoshlar, bu yerda demokratlar va shu Epstein shu Izrailning, ya'ni Izrailda xato tushunolmanglar qarindoshlar. Izrailning ichidagi hammasi askar emas, uning ichidagi bir xil qatmal döt kalvalar bor. Shular shu siyosatni xato qilayotganlarda. Bular shundaq nim qilib olish orqali demokratlar bilan kelishdimi, shu o'ttir mazgillik saylanga yaqin bu ishni epadi. Bu ish endi gapni hisobini o'chig'ini aytgan chog'da bizningki shu nimaga ziyon, buni prezident Tramp apandaniki 9-oylikka saylanmaga ziyonli bu ish. Bu ish ziyonli. O'zinglar ko'rdinglar, Bayden vaqtida siyosat qanday bo'ldi, Xitoyga mana Tramp vaqtida qanday bo'ldi. Mening bir net yozmamni, bir kommentarlarimni ko'rib, "Voy, siz Trampni qalaydan kelsiz, Amerikaga o'shib kelsiz" deydi. Yo'q, Amerika yo'qolsa bo'lmaydi. Amerika cho'qib biz uchun muqim holatda turib berish kerak. Amerika va Eron bo'lmasi kerak. Ammo siyosatda shu Tramp apandim o'zi qayerdan ketib qoldi, buni hech qanday o'zi o'zining Amerikaning kongressdagi maslahatchi generallarining gapini anglamay, buni shu Yahudi lobbichiligininki, yana qatman saranglardan keyin kirib boshlagan urush. Hozir bugun 3 odam o'lgan bo'lsa, ertaga 30 odam o'lgan bo'lsa, u Amerikaning ichida qiyiqan, cho'qan bo'ladi-da. Bu prezident Tramp apandim o'zi 4 yilning yog'i shtat yurib so'zlab aram kongressnimi, House'nimi qizil holatga Cumhuriyetga kelgan narsani musharqli quttirib o'tibdi. Bu kongress yoki House'ning birisini quttirib etsa, bu prezident Tramp apanimni Demokratlar partiyasiga impeach qilib tashlaydi. Mening da'vatgan gapim ma'lum. Mayli qanday holatda bo'lsin, biz demokratiyaning foydasini ko'rgan bir insonlar. Demokratiyaningki qo'llanishining qanchalik kuchliligini, demokratiyaning qanchalik muhimligini biz ko'rgan insonlar. Demokratiya kuchli qo'g'ashqa Amerikadagi bir kuchli davlatdimi, undaq Epstein vaqalari chiqadi. Endi Epstein vaqasini ichiga kirsak, uningda bolalarningki, uşaq bolalarni iste'mol qilinganligi, uningdan keyin shu kichik qizlarga bosqinchilik qilinganligi, ularning putlarini kesib tashlanganligi, har xil endi iflos narsalar bor ekanda. Buning ichidagi Amerikaningki siyosatchilaridan tortib boylargacha shu Yevropaning bayları, onundaki şu royal aileler deyimiz, şu padişah cemiyetimiz, Angliyaning mana ikinci şahzadesini, neçilini yağı Elizabeth anısı qo'g'dab kelgan tema qaytin tushishlarla onimi solidi mana nim qildi. Bu narsa qarindoshlar. Bu biz o'ylashimiz kerak qarindoshlar. Agar Amerikaningki shu Tramp apandim turib bersa, Amerikaningki Xitoy siyosatida bu odamning endi Eronning Xitoyga neft sotmadigini to'g'ri, ammo bu yerda maqsad Izrailga bu Amerikani akirib urg'izyapti. Bu Izrailga davlati bir qurilgandan keyin buning ichidagi ma'lum bir qatmal guruh, ya'ni saranglari bu islom bilan bu dunyoni bu dushmanlashtirib, bu Amerikani Afg'on urushiga kirib, aminatda u urushlarning hech qanday yadro tepilmaydi, ya deyishimiz islomga dushmanlik qilib, shundoq Amerikani cho'ktiryapti-da. Biz Amerikani cho'kishini xohlamaymiz. Chunki Amerikadagi bir demokratik davlatningki bo'lishiningki bizga foydasi bo'lsa bo'ladiki, endi Xitoy bilan tutishgan vaqtida Xitoy bilan eng keskin tutishayotgan prezident Tramp adam. Shu bu odamningki biz bunday qiliqi to'zoqlar ochib ketishini, yana bir narsa qilishini xohlamaymiz. Uningdan keyin bu yerdagi yana bir eng bir muhim nuqta, endi qarindoshlar, mushu ishni endi Amerika shu Tramp apandim ya bir 20 kundan ichida 8-10 kundan ichida tezdan yig'ishtirib Aqsarayning ichida o'ziningki belgilik o'rin tepamasa oldida saylovlarda bu odam
shundoq ziyonkashliklarga uchraydi. Shuningga men ma'vu temalardan chiqish qilib turib buni demoqchi. Anadan keyin Epstein hujjatlari qaraydigan bo'lsak, qarindoshlar, Epstein hujjatlarida endi Xitoyni qanday shaklda dunyo savdo tashkilotiga akirish, Xitoy bilan qanday tijorat qilish, Xitoyni qanday boy qilish, Xitoyning amaldorlariniki o'sha Bermadagi uch burjak yerlardagi zahar atkazchilik bilan pul tepish, uni qanday Amerikada, Yevropalarda yub berish, qanday yo'l ko'rsatgan ishlar, hatto qarindoshlar, bizning Yahudi o'chmanligimiz yo'q. O'sha hatto Xitoy ko'chmanlariga o'sha olib kelishi, Xitoy ko'chmanlarining olib kelinishi, undan keyin lagerlarning ichilishi, buning oqibatidagi Yahudi shirkatlari, Yahudi kuchlarning qo'llashlari, mana shunday bir qator masalalar bor. U birinchi qitimda 3 millionlik hujjatni ichiblam ichidagi taqilib ketgan bilan mandaq narsalar bor. Shuningga o'zinglar ko'rdinglarki, bu Yahudi desa va hammasam eski emas qarindoshlar. Uning ichida yaxshi Falastinni qo'llaydigan bir normal bundaq bir siyosat yurgizadiganlar bor. Mening deganim endi ichidagi qatmal, ya'ni o'zininki diniy kitobi bo'yicha mangadiganlarda, endi uning diniy kitobining ichiga bekmi kirib ketmayli. Bu yerda men o Yahudi dinini taklif qilishimdan g'oyat yo'q, ammo uning ichida bizning hech qachon bir insonlarni, bizlar emas, inglizlarni, boshqa yevropaliklarni bir inson qatori ko'rmaydi. Uningda bizni shu mol chorvalar qatorida ko'radi. Shuningga ichki organizmni ko'chirish, Xitoylar organlarni chet ellarga import qilish hamma narsalarni mushlardan o'rgangan. Shuningga qarindoshlar, hozir bularningki ziynni Amerika tortyapti emas, hozir butun dunyo tortyapti. Shuningga hozir Amerika'nın oldidagi dushmani bu Iran yoki bu O'rta Sharq, ya'ni bu qalayim qancha qilmasdan Xitoy. Amerika Xitoyninki ojizlik bergan chog'da, uningdan keyin Xitoyning ichida ekonomik cho'kkan vaqtida qalayim qancha chiqqan chog'da Xitoy uningdagi Tayvanga hujum qiladi. Amerikaning hozir mishakayich akab beraydi, endi uning yog'ida yana Xitoy bilan nima kelishadi uni bilmaymiz. Ammo biz shunday vaqtda Yaponiyadagi, Hindistondagi davlatlar bilan aloqa qurib o'zimizningki mustaqillik ko'rishini ifodasak bo'ladi. O'tganda ko'rdinglar qarindoshlar, Yaponiyada bir sichuanlik odam Tayvan Xitoyning yeri emas, u Tayvan degan chog'da shu nimaga shu parlamentning shu Xitoyning ichida Xitoyni qattiq nim qildi. Chunki Yaponiya hukumati uni parlamentning ichiga akirib turib, Xitoyning og'zi bilan Tayvanning Xitoyning emasligini dunyoga e'tirof qildirdi. Shuningga bizningki Uyg'urlarning ichidan chiqqan Arfiya qizni Yaponiya hukumati bekaga BDTdan tutib akab, Yaponiya hukumati BDTdan akagan peti parlamentga saylovlar silib bekaga chiqmaydi. Kelgusida bu shu Arfiya qizmi Sharq Turkiston degan ismlarni hatto bizningki shu 5 davlat bilan shu O'rta Osiyolarga bu qizlarni elchilikka avatida soladi. Shuningga qarindoshlar, oldimizda jiddiy ishlar bo'lyapti bizningki. Shuningga endi shundaq bir vaqtida qarindoshlar, bizningki mashhuriyat ato qilamiz degan vaqtimizda bo'ldi bizningki birlik buzilib ketdi qarindoshlar. Bu birlikningki buzilib ketishidagi Nuriy Tulkining satchiliklar chiqqancha to'rga chiqib o'ylab Uyg'urni hissiyatlantirib, Uyg'urning uchurlarini to'plagan hamma narsang menda bor, mandaqay, Nuriy Tulki, sening ofislaringda qizlar qanday bosqinchilik qilganing, butun narsalarning kelib turdi degan Nuriy Tulkining ashta narsa chiqqancha shu dedi, shu vaqtida ashta narsalar bo'lsa ta'minlanglar desa, jimmida u beshini ichiga tiqib olib, Tumaris xonimga, Dilyara Ruqiya Turdish xonimlarga haqorat qilib, bu birlikni buzib, uningdan keyin tilga og'siz gaplar bilan Dilyara Musobayni nima qilib mana shunday qildi. Endi men savol kelibdi bu yerda, bir necha odamlar bir qora kont kirib o'zining dardini to'kibdimi, shunda sizga zumrat tursin, shunda iyga chiqsa, shunda qilsa tilladingiz, o'qildingiz, bu qildingiz. Men beshida tillamadim. Mening ota-onamga kirgandan keyin, anamdan keyin men tilladim. Bu bir. İkincisi, onundaki mavi işninki buzuluşida çoğun rolu var. Bu ikincisi. Üçüncüsü, eğer Dilyar Musabaymi aşında Yahudilardan pul ilıvatkan bolsa, teşkilatlık Tomaris aşında bir yerden pul ilıvatkan bolsa, benim aldığım ekersanlar ben ularımı tıllayım. Bu siyaset degen narsa, yüzsüz narsa, bu bir günü, 11 gün, benim müstakillik iyaram battı. Ben müstakilçe de Yahudilarning içerikli saran katmanlar o'xshash, olam sağlık o'xshash saran katmanlar vardı. İşte buzulgan Xitoyning odamlari kirib hukumatni ilib olmoqchi bo'ldi.
pulimizni tatib olmoqchi bo'ldi deb bo'ladigan mashhuriyatni vatanga ketayotganlarni ammo bo'layotgan ishlarga o'ylamaydi kichikina bir ko'zi kichiklik bilan ichi yomonlik bilan hasadlik bilan xalqimizniki vatanning ichidagi 25 million taqdirga xalqninki palti chapdi bular. Şunun bilan o chiqib bo'lingan haqorat, u haq mendan foydalanma desam, menmi qalva emas. Men mana qarab, Dilyar Musobay jidal qilishni xohlamaydi ekan, ijod qilgan jidal qilishni xohlamaydi ekan. Ama falan jidal qilish xohlamaydi ekan. Buning uchun kim jidal qilishni xohlaydi ekan? Mush xotin jidal qilishni xohlaydi ekan, bu ishni izlaydi. Ma'lum bir yer chiqish uchun bu o'zi mendan foydalanamiz. Bizim foydalanamiz bundan. Bu hech kim döt emas. Yevropada 5 yilda o'sha odamning hammasini qo'lqatan aqllar qildi. Ammo sen bu davoni setib yeydigan, ichadigan shaxsiy mulkin qilib olsang, yilg'u o zumrab tursin kelsa, o mening opam bo'lsinmi, adam bo'lsinmi chiqib tillayman. Men degan o'ttir turmayman, haq adolat nimasida turmayman. O'zingning Suriyalik qarindoshlaringni o'zing terrorist desang, bu ularni bir ujub taraf ochib xalqaroga ularni bir mashu Uyg'urning askari qilib kelayotgan fursatdan salom kelsak, ularni o'zing tillab qo'ysang, o'zing shu tog'di bog'da yurgan, o'zing ishni buzib o'tgan, o'zing O'rta Osiyoda g'olam anglamani, sen bilan bo'g'ib odam o'tadingmi, o'tmadingmi? Alsimkam nomida. Shunda qilgan bo'lsang, o'zing ishni buzgan bo'lsang, o'zing amirlikdan voz kechib, yuzurib O'rta Osiyodan Kanadaga berib yetib olgan, xotinning maydasiga qo'yib 5-20 yil yetib, endi fursat degancha jag'alardan chiqib ikki yig'iz narsa so'zlab Uyg'urni hissiyatlandırıp, acayip bir eylikler, Rişat Abbas'la birliklerini kısa Amerika'da yığılıp, bütün dünyadan yığılsa, yeştim delemedin ha ulan? Ya Salih Hudayar, ya Seyfullah, ya Zümrət Tursun, acayip kokaydı kensen bu. Roşa Abbas kelgen çıkadı, kızıl sızgın olup gidiyordu, kızıl sızgın dep. Kokap gitse, kokaysan da, adamın ağzını şılarken tıkıp, onun toşugirini çıkarıp etkenden keyin. Acayip ma Uyg'urni o'ng so'l deb arib, ikkini bo'lib, mushuning bugungi kunga tayyor bo'lamizmikin dunyo vaziyatiga deb kelsa, xalqninki yo'q Allohdan anaqa xalq kirib ishlaydi, departament ishlaydi, bir narsadan keldi, yo bir narsa yo'g'on gapni qilib, nima qilsa aldab, qattiq xalqni aldab, buning ichiga kirgizib, maqsaddan sanlarninki mustaqilchilarni suzib chiqib, anondagi o'qituvchilarga zarba berish. O Xitoyning ajab Bakram Sintashningki hadisnikini qaraldab ketgan to Salihning tag'isi 100 million yuan silib, otishdan qis o'tkazib, irqiy qirg'inchilikni yo'q qilishga tirishsa, ajab buning bir u mustaqilchiga boshqalar mustaqilchi emasmi? Sen xalqning ballari bor, voy Dilyorning ota-onasi kelib olgan deb uni bunga olqisab jarildaydi ekansan. Sen qanday akib olding? Ballaringni Malayziyaga, Urumchidan, adangning, iningning ballarini chiqib olding bu Norvegiyaga. Bu normal emas-ku bu ishlar. Seni bilir ekan-ku, Parmanturda shu necha qitim Xitoy konsuliga yugurib kirganingni, Malayziyadan Urumchiga necha qitim qatlig'iningni, shu konsullarning ishlarini bitirib emay yig'lab maqoni qilib yurganingni bilir ekan-ku, xalqmi O'chqashqar xalqning hadisini jalab tegichi chiqib basni nazar qilib boqmamsa, ashundan deyish boqmamsa, nima deb Uyg'urni MTT alda qo'rqitib o'ynab turib, xalqni qo'rqatqani bilan bizni qo'rqitanmaysa, tushundingmi? Bizni qo'rqitanmaysa, hech nima qilolmaysa, qilolmadingmi hozirgacha? Buningdan kim qilolmaysa, ammo biz qilamiz seni ko'rsa. Yana qanday qilganligini sen ko'rsan. Men boshqa narsani hozir demayman. Shu Shvetsiyaning mediasi bilan Nijat aka bilan bir ish bo'lyapti-ku. Ertaga chiqida seni Shvetsiyaning mediasi Norvegiyadan seni ulab qo'ymasan kim berdi shu huquqni? O'rta Osiyoning ishlar O'rta Osiyoning g'olam degan Abdulnur Sallarninki O'rta Osiyo nima ish qilishqaninki hammasininki atagan mayada bir intervyu bo'ladi zonda AI orqali tarjimon. Ma'lum deb qo'yarsiz qarindoshlar, men O'rta Osiyo to'g'riliq texmo mukammal endi men Zumratning burun videolardan kesib oldim-da, mush xotin biladi ekan, Loshangdaylar kapto deganda u yerni ishildim. Yana mukammal mush ishni qiladigan qarindoshlar bo'lsa, men bilan aloqalashsanglar, bu O'rta Osiyoning masalasini kirgizadigan bir programma bor. Biz qadam-qadam bak inch ketmayotgan ish bor qarindoshlar. Anongdikkan qarindoshlar, yana bir ish bor. Ma oldimizda Yevropada qattiq bir partiyalar chiqadiganga yana tayyorlik qilyotdi. Shuningga bu qattiq partiyalar chiqadigan tayyorlik qilyotdi. Shuningga biz tayyor bo'lishimiz kerak. Biz qanday bo'lishimiz kerak degan kashkicha qarindoshlar, biz birinchidan parlament a'zolari bilan hamkorlik, do'stlik o'rnatib, ularningki shu o'ngchilarningki qattiqlarni chiqish uchun platkalarni tutib, menda manchilik odam bor, mening tashkilotim bor.
Gollandiyada manda tashkilotim bor, keynimda mancha odam bor. Senin ben bütün işlerini ben qilib beray, Gollandiyaning shaharlarida, ya Norvegiyanikida, ya Shvetsiyanikida, ya Amerikanikida, yoki boshqa yerlarda. Ammo bizningki, ma vatanninki, ma siyosiy panohlik tilab kelib, 2000-yilda, mashinchilik uyg'unlik qo'llash nisbati botdi. Hozir manda holat tushib qoldi. Bu mushlarning orasidan bo'vadi deb barliq panohlik tilaganlarning tizimligini tushirib, rasmga tushganlarniki butun tashkilotlarning har qaysisining kompyuterda bo'lmasa, bexatarlik idoralari bilan aloqaga chiqib, mani tezdan chiqib 9 oyda Yevropada cho'ng saylan bo'ladi. Mani anaki biz saylan bo'lgan chog'da parlament a'zolari bilan o'ynashni bilishimiz kerak. Anaki buningga Ruqiya Turdish xonim bo'lsa bir yaxshi bir akademik shaklda bir dokument yozsangiz, mushin qisqagina shu 3 oyning ichida qapolmay shuningga bir nima qilsangiz, biz ishingizni tashlasangiz, biz sizga qalam haqqingizni bersakmi bo'ladi, muajiratdan yig'ib siz shuningga akademik shaklda bir nima qilsangiz, biz buni darhol shu davlatdagi shu tashkilotlarga taqib, anodiki biz mush orqali anodiki parlament a'zolari bilan sening platkangni ko'tarmiz, sening lobbichiligingni qilamiz, bo'pti biz ko'chman bo'lsakmi, sening degan yering biz kelamiz deb biz davlatlarga o'kti qo'payli. Avval ma ishni ma'vu berib kelib, shu butun ishni qilayotganlarningki yo'lini to'rayga ishni qilaylik qarindoshlar. Anandan keyin bir birlikni hosil qilib, qilmasa 15 yildan keyin, 20 yildan keyin Xitoy cho'kamdi yoki oldin chiqtamdi, kirib pilometlar vatatatatatatat qirgan chaqda, birma-bir akirib so'ligan chaqda, anadagi manda qarindoshlar, men sizlarga bir gapni deb beray qarindoshlar. Bu urush bo'lsa, bu dahshat bo'ladi, buni Suriyaliklar biladi. Bu urush bo'lgandan keyin birisining puti yo'qolib ketadi, birisininki beshi yo'qolib ketadi, odam o'ladi, qon ko'rdi, inson deganning psixikasi buzildi. Shu chaqda Bingtanlik Xitoylar qanday qiladi? Sharq Turkistonlik hamshirlarimizning hammani akirib, bosqinchilik qiladi. Chunki u kunduzligi narsani kechida rahat turmush orqali chiqarib o'tadi. Shuningga qarindoshlar, biz Bingtan Xitoyning noposi cho'kib bir yak bo'lgan chaqda u Fujian Shaman deganlar oldirashib ketgan chaqda, Bingtanning shu paxta deymiz, shu cho'ng qurilishlar deymiz, shu pomidor qiyomi deymiz, shu hammasi Bingtanningki foydasi u yerda Sharq Turkistonda ilayotgan bek cho'ng. Shung Bingtan unda oson tashlab berib chiqatmaydi. Shuningga biz Yaponiya bilan, Hindiston bilan, hatto O'rta Osiyo davlatlari bilan biz nimani mustahkamlab, biz oldimizgi yillarga tayyorlik qilishimiz kerak qarindoshlar. U chaqda biz ilgiranmay qolsak, qora yuzib ketamiz. Shuningga ma'lumotli ijtimoiy fanlarda va ishni biladigan 5-6 odam bir yerga kelib, 5 odam bo'lsa kelib, yurakligirak bo'ldi, men ish qilmanda qilay atay o'zimni deb ishni ilib bormasa qarindoshlar, bizga kelgusida bak cho'ng ziyon bor. Bu o'yliqi mandalam tugaydigan ish emas. Bu Xitoy agar ichayotgan bo'lsa, haqiqatan Sharq Turkistonning ishini birinchi qarindoshlar unutmanglar, Sharq Turkistonning ishini ichayotishdan burun birinchi bo'lib G'arbning mediyasi kirdi. G'arbning mediyasi kirib bitdi, ya'ni ko'rsatib, bu Sharq Turkistonda zulm yo'qki, haqiqatan manda ish yo'qki degandiki, anandan keyin odamlar kirishga bo'ladi. Hozir bu kirayotganning hammasi shu saqlı shu Xitoyninki shu lobbichilikqa Xitoyning bo'lkisiga asal sukab berayotganlar bu. Buningkiga bu qarab o'tamiz kerak. Buningkiga darhol birdan uyushib, bu cho'qim bir chiqib, Dilyar Musaboyning va boshqalarniki qiladigan ish emas. Hammamiz qilsak bo'layvermaydi, oson. Hammamiz o'zimiz turishlik, masalan, tashkilotlar, masalan, Gollandiyadagi Yasha tashkiloti, uningdan keyin Shvetsiya Uyghur komiteti va ma'riflarniki birlashib, har davlatlar Norvegiyadagi Nijat degan bola masjidga yig'ib, sizlar shu partiyaning qaysi partiya chiqdi, bizga qaysi partiya Xitoyga shu partiya bilan aka biz sizning lopatlarini taqib berayli degandan keyin ular qilsan so'raydi, ular bekorga bir katallik narsa bekorga chiqib bergan ish yo'q. Bekor bo'lmagandan keyin manda ish bizniki mana bir davlatning nimasi Qirg'iziston desanglar, anandiki Shvetsiyadan bir necha TV bor, qarab o'tirayotgan ishni qilinglar deb o'tagan. Men boshlab beray uning oldini. Rasmlarni yig'ib uni buni qilish, uni hujjat dokument qilamiz desa, u TV'ninki, Shvetsiyaningki yoki har qaysi davlatlarning muxbirlari u bexatarlik idorasining ishiga chekadigan bo'lsa, u tashkilotlar qo'ng'ot qilib bermagan bilan ular tap berdi, Dilshod Rashidovning 10 yil oldin qanday topganligidek. Shuningga qarindoshlar oldi bilan ishni qilib, oldimizdagi mashina bir yo'q qilgandan keyin, anandan keyin bir siyosiy qadamni anandagi 2027gacha biz tayyor bo'lishimiz kerak.
Şununla qarindoshlar, mana o'zinglar ko'ryapsizlar, mana teshida Ironningki bir mashru bir hukumati bo'lgan bo'lsa, inglizlar, amerikaliklar kirib, hammani yo'qolgan o'tag'ish jidal tugaydi. Unda bir narsa bo'lmagan ekan, uni ichidan qilolmagan ekan, bitta jidal bo'lyapti. Shuningga bizningmi ertagun Sharq Turkiston mayli qanday bo'lsa parchalab teshida bir mashru bir narsamiz bo'lmasa, yani Şinjan'ga o'qilandi yo burunqayliqi bir Xitoyning ismini qo'yamdi, o'sha yuksak biror biza demokratiya berdi, biza nima qiladi, shuning bilan bu biz ololmay qolamiz. Bu mashruiyat degan bu dunyoning e'tirof qilishi degan bak muhim qarindoshlar. Shu bir turkum odam chiqmasa, bu vatanni qutuldirib qolamiz, qarindoshlar, holimiz bak xarob bizningki. Shuningga meniki shunchalik so'zlamoqchi, bu yerda hech qanday bir Yahudi o'shmanligi yoki bir xristian o'shmanligi, Amerika o'shmanligi yo'q. Biz faqatla Prezident Trump'ninki amalligi, Amerika'nınki onçıl siyasetçilerinin yaxşı ilip devat fahişlerinkini yo'qolan bir şeytanlarning ozdirishi bilan cho'kib ketmaslik uchun davatgan gap. Meniki boshqalar bilan bu temada bir azarlashadigan, yana bir nima qilgan ish yo'q. Shunday gaplar qarindoshlar. Endi o'zinglar qaranglar. Manglarning ichi ochiq bo'layotganda bir ish bo'lmay, mashruiyat mushta yig'ilimiz degan chog'da mushta ishni bu munofiqlar buzyapti. Shundan bilan Yahudilardan pul olsa, Yahudilardan pul olsa, sürgün hükümet etsem, olam almayım degan ispat tashlab qo'ysam, quyruğunu qadaq yuzini doptaq. Nim qildi? G'ulom Osmon yaqinda kelib, Belgiyaga, Saudiyadan, Gollandiyaga o'tkazib bergan pullarni 10 ming dollardan, 10 ming dollardan chalaysan, azlaq qayerlar chatirqinga tiqib aktishdingmi? Tag'ang o'tkazib bergan pulni, ha? O o'ylaqi begiz qolib yotmaydi deb, hech narsa sir emas. Sana nereden pul kilovatını, balangның amalliginin xotirjamligini, bütün narsani akab berayotgan, anankin Gollandiyadagi tashkilotlari yurgan, anankin hojim tag'isini berib bir mazgil turib, anankin nim qilib kelgan, ya'ni kelib Gollandiyada sening hukumatingning ichida yursa, o'tangning ichida andaq xalqning Yaponiyadagi uylarni buzib, to'xtamizat apandining ishlarini bo'lamiz desa, onda bu sening sen ayta aqlliqlar o'ynayotsa, kimning shpion jasusligini bilib turib, qasdan akirib uchir berib turib, o'zing qilmaysa bevosita uni sen ayta aqlliq boshqalarningda og'ziga silib naga pirayotganning hammani o'zing bilsa, bir tariqaliq O'rta Osiyodan boshlab bu ishni buzib, G'ulom Osmon, Zulfiqor Osmon, Asimkam deb mashta 3 ism bilan bizning ism o'zgartganingning hammangning birisining tuzuk bir yeri yo'q. Shuningga o'zingninki nima ish qilayotganingni, nima deb Yahudlarni acha qo'llanmadingmi? Bizga tayoq ig'ir keldimi? To'g'ri Hamidninki shunda adabani berdi to'g'ri Hamid. Abjig'ini chiqarib u dunyoga texe hasrat nadomat bilan u yoqda ko'rdiganing bor texsiniki. Sening o atrofingga 6 tushliqni, 6 trolakotni hukumat hojimdadan yana biznasang saplab bersa, u qo'qab kelib to'yishib ketgan to'g'ri Hamid tug'ilmadi. Chundaqmi? Milliarder trilliard emas, Xitoyning GDP'sini dedim-ku, tag'isi Xitoyning GDP'si ish ketadiki pul desam, yo dedim, bu katta da'vo etdi dedim-ku, oldiga basimiz dedim. Ayta basimiz. Jiqishlava, apistin hujjatlari chiqqandikidek, Yaponiyami yaqinda 5 davlat bilan kelishyapti, qilgan qonliq ishlarning ertaga chiqdi. Oldirmaydi, medianing g'ig'layapmiz. Bizning Uyg'urlarning birlik kelinmaslikni deb nima deb Hidoyatulloh O'g'izxonning ishi chiqqan chatirqinga beshongni tiqib olsa, nima deb Ro'shan Abboslar, Shat Abboslar butun munofiq Amerikachilar uning chatirqini beshongni chatirqinga tiqib olsa, nima deb bizning mustaqillikning bunbirini buzib etsa, imzo atqanlarning tilidan atmaganlar bir yig'izga qilmadingmi? Sening dastingda sallarning sen munofiqlarning dastidan yo tog'da aramchilik yo'q, yo g'arbda aramchilik yo'q, shirk ketib bordi-ku. Ve sen xalımısan müstakillik ağzında degan hesap emas, meyadan can tatliq. Can degan çok qara dünyada hemmeden tatliq can. Candan kechalsang, anangdan kim bu vatan degan narsa bo'ladi, qara o atishdi balam batdi deb ishni buzib, mening uyimda bayroq yo'q. Mening uyimda mening balalarım da'voning ichida yo'q, taqib o'tarsangda müstakillik sen vatanparvar bo'lmaysa, bir yomg'ir yoqqan chog'da qo'ral yaroqlarni gilam bilan yo'gab yo'lda ketayotgan chog'da Mustafa Kamal otliq kelib bu nima balam yalang'och qolibdi desa, balam yalang'och qolsa mayli. Bak qo'ral yaroqlar yalang'och qilib, men dushmanning qo'liga tushib ketib vatansiz qolsak, men balamdan kessam mayli. Vatansiz bu vatan degan maqta hamma narsaning kechalgan chog'da bo'ladigan narsa u ekranga chiqib elib so'zingni hisob emas.
Bu yağdının kelgen pula Xitayning ticaret bilan ağzımni bek içib etmektim. Ya sen bir çıkıp pulun kilovatkan menbasini bir xalqqa deb bakmamsan. Ma apistinning chiqqandan yağı qanchalik mehnatligini ko'rgansan, nerdiki mehnat yedim pul yevatganingni. Haramzadlar. Ma apchikirkasan nimdadan u yerda vatanga berib kelganlarda biroz siyosiy panoh tilab turib ko'rinib boqmagan psixikalik chekinish qiladi. Allah belasını versin akademisi Osman'da. Şu, anadaki ma vatanga vargan chog'da ba'zi bir odamlarnikini qanday qilib desanglar qarindoshlar. Xili ig'ir savol so'roqlar bo'libdi. Anaki bunday 3 putlik jaza qilib, bunday kamerani oldiga qo'yib turib, hammani e'tirof qilg'izib, anadaki qo'l qo'yg'izgan az yo'q xalq jumhuriyatining zaman putligi, irqiy qirg'inchilik yo'q degan inglizcha, xitoycha materiallar qo'l qo'yg'izib qilganlarmi borki. Buning ichida men bu temaga bak kirib ketkim yo'q. Endi qolgan hukumatlar o'zi biladi, qarindoshlar. Shuning psixikasi buzilganda olib chiqibdi. Mamdu. Şu qarindoshlar, mening shu bizning da'vat qilamiz shu endi shu prezident Trump efendimiz oldimizga saylanmadi, yana bir o'tir saylanma bek muhim. Ash havas bilan shu kongressni o'tirib o'tmay ching tutib tursa, demokratlarni qandaligini ko'rdik-ku qarindoshlar. Shu shuningga qarindoshlar, azroq tilimizni ochayli, ama shu bo'layotgan ishlarda mas'uliyatning qanchalik muhimligini bilayli. Agar shunday bir fursatlar kelib qolsa, qo'l tutishni bilayli. Vatandagi balla hozir 2017dan boshlab hozir 2026ga olgan bo'lsa, 10 yildan ichida 7 kirgan bolalar 17 18 ga kirib ketdi. Ularning kallasi o'xshamaydi. Mana Suriyadagi qarindoshlarimiz bo'lsa, sekular bo'lishni o'rganinglar. Atogin kirib ularni qirib yetirg'ashni qilma. Qirib yetirg'ash bo'lmasin. Mana bir kechada saqalni qirib, turklarningki askarlardek, turklarning imomlaridek bayroqdagi kalim shahodatni ilib, bunda ulusal alatga o'tishni o'rganinglar. Diyalog tuzishni o'rganinglar, qanday qilib keyincha yezibullardek fursatni qochirib o'tmay, fursatni tutishni o'rganinglar. Andan keyin yana bir muhim narsada, mana shuhrat o'shur kirayotgan, mush atrofdagi dunyo uyg'urlarning hammasi kirayotganlari qarindoshlar. Mana o'zinglarningki nimanglarda Suriyaninki nimasida bir bayonot yozib e'lon qilibdinglar, bularning bizga aloqasi yo'q deb shuhrat o'shur deganlarni mush Ro'shan Abbas oilasi, Kirgizli Abbas oilasi u yer kirib bir ishkital maqolani yozib qo'ysa, hayajonlanib, uning keyiniga shuhrat o'shur emas. U vazifa bilan kirib, Amerikaninki o'tir sharqqa va qurol yaroqlarga yordam berish, huquqiy projekt bor, mush projektning ichiga sizlarni kirgizib turib, bola pul topmoqchimi, ayvallah. Shu dollarlardan topmoqchimi, Enedining pul yaqinda to'xtab ketadi. Bular boshqa bir pul tepish yo'llarini o'rganyapti. Shuningga bas Suriyalik qarindoshlar, generallar olamsa, o'zinglarning nimasida ayrim torbetinglarda bularning kirayotganlarning biz bilan ko'rsatgan hech qanday aloqasi yo'q. Danglar, bu armiya degan gap bu davlatning ichidagi davlat qarindoshlar. Bu armiya degan davlatning ichidagi davlat, bu armiyaga hech kim aralashmaydi. Bu o'zinglar qaror chiqsa, o'zinglar qilsa kim bo'lsa uni kutib olib, ularning narsalarini qilib videolarga tushib uni bosanglar, uni Amerikadan chiqarib bu bizning atimimiz deb, o'tir sharq projektda Amerika dollar xashadi, dollarni sening rizqinglarni bulantalan qiyotini cho'pchilar. Bunda ishlarni bilib qo'yinglar, sizlar bilmasanglar biz biladigan ishlarchi. Ya ayrim qanday so'rasanglar, boshqa qarindoshlarga so'rayotib deb beryapmi? Shunday gap, o'zinglarningki kimligini, ulusal askar ekanliginglarni unutib qolmanglar. Ertaga men degandekidek qon o'zinglar ko'rdinglar, Suriyada qon degan ajoyib narsa psixika buziladi. Ertaga Xitoylar urush chiqqan chog'da lagerga solib edi, xotin qizlarimizni dafsanda qiladi. Odamlarimizni o'ttirib qirg'in piq qilib o'tadi. Shuningga bu bir gap chiqsa, bir yer yutkaymiz desa, asli yutkaydan ertagan beka, ya'ni Turkiyaning, Eronning ichidagi yerni bo'lib turklarga soladigan urushning peshkisi, ya uning buning peshkisi, Amerikaning peshkisi olmay, bu chegaradash yerlarga yutkilishni o'zinglar bir o'ylab, undan keyin shu ishni biz qila olamiz, bir kechaning ichida saqolni qila olamiz, biz sekulyar davlat qurish qilamiz, biz xalqaro bilan kelishimiz, biz davlat uchun degan bir ehtimomlarni bir yoshirin yezib, beradigan yerlarga berib, asli o'zinglarni chiqish yo'lini tepinglar. Yolg'iz o'zinglarning emas, u Sharq Turkiston xalqininki. Shu. Bo'pti qarindoshlar, undan salchiq so'zlab qo'ygan bo'lsam, mayli. Undan bo'lsa aman bo'linglar, yana bir nahmaydalloh bo'yicha ko'rishimiz. Allohga emanet.